qavatli baquvvat qurilgan uyi sizga arzon narxda ko'rsatsam qoyil qolasizmi? Mana darvozasi, bu yoqda sex qilib ishlatishayotgan ekan. Bu yoq taraf darvozaxonasi. Bu joyimiz 4 sotuvdan iborat bo'ladi. Ko'rib turganinglardek ozgina ishlari bor. Bu yog'ini o'zingizlar qilib yuborasizlar bemalol. Birinchi bo'lib hovlini e'tibor bering. Shunday katta uy qurilgan, огород ham kattagina qolgan. Ketdi endi sizlar bilan uy ichlarini bitta ko'rib chiqamiz. Kirib kelganimizdan keyin bu yoq tarafda birinchi bo'lib o'ng qo'ldan oshxonani ko'rishimiz mumkin. Keyingini ko'rayotganlarda bu yoq ikkinchi etajga chiqib ketadigan bo'lsa, bu yoqda o'sha boya ko'rsatgan sexim bor. Svetlarni bitta yoqib, bu yoqda bitta sanuzel bor. Endi tepani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qatga ko'tarilish jarayonida zinada mana bunaqa sanuzel, tayyor sanuzellari bor. Endi tepaga chiqamiz. O'ng qo'lda birinchi xonamiz. Bu yoqda bitta katta xol bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xona bor, mana ko'rib turganinglardek. Bu yoqda garderobni qilib, devorlar o'rtadan garderob bilan ajratilgan. Xuddi shu narsa zal tarafda ham bor mana. Bu yoq taraf ham xuddi shunaqa bo'lingani, u yog'iga ham bu yog'iga ham qaraganda ko'rib turganinglardek. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu yoq spalni, bu yoqda ichkarida yana bitta xonasi bor. Ko'rib turganinglardek, joyimiz kattagina. Mana hovli ikkinchi etajdan ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xullas, ushbu joyimiz 4 sotuvli, 6 ta xonali va 2 qavatli baquvvat uchastkamiz srochniy narxlarda sotiladi. Qibray tumani Baytqo'rg'on mahallasida narxi $125,000. Pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Bundan ham zo'rlarini ko'p topishimiz uchun bizga obuna bo'lib qo'yib, videolarimizni hamma yaqin insonlarga tarqatib qo'yinglar. Zo'r uchastkalarni arzon narxda sotib olishlik mumkin. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, sog' bo'linglar.